yomonlarning yaxshisi bo'lguncha, yaxshilarning yomoni bo'l degan gap bor. Yomonlarning ichida yaxshisiz. Hammasi ichganda ichmay o'tirasiz. Hammani mashinaga o'tkazib olib borib qo'yasiz. Trezvisizda. Hammasi shu tabletga ichib mast bo'layotganda siz taqvo qilib o'tirasiz. Yo'q, siz o'shalarning bittasisiz. Allohning dini masxara qilinsa, Allohning payg'ambari, Allohning shariati haqorat qilinsa, masxara qilinsa, indamay eshitib o'tiribsizmi? Siz shularning bittasi bo'lasiz. Alloh taolo Qur'onda aytdi: "Va kunu ma'as sodiqin." Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Mo'min kishida hamiyat bo'lish kerak. Bunaqa jamiyatdan ajralish kerak, bunaqa aloqalarni nima qilish kerak? Uzish kerak. Payg'ambarimiz boshqa hadislarda marhamat qiladilar: "La tusahib illa mu'minan." Faqatgina mo'minni do'st tut. "Va la yakul ta'amaka illa taqi." Ovqatingni, taomingni faqatgina taqvodor yesin. Uyingga chaqiradigan mehmoning taqvodor bo'lsin deganida. Ma'qulmi?